ibrat uchun gapiraman. Bo'lgan voqealardan, mana o'zingiz sig'inadigan blogerlarning hayotidan misol qilib, uchirmanglar, hayoti yolg'on bilani. Mingan mashinasi ham prokat arenda, o'tirgan uyi ham prokat arenda, reklama kelmasin, ko'chada qoladi bular. Er ko'rsatayotgan eri ham prokat, ko'pini to'y qiladi, er yo'q. Yo'q, o'zidan 10 yosh, 14 yosh ekan mana Firuzaylarning eri, kichkina. Menga aytsa 30 yosh kishinasiga erga tegib olsin. Menga aytsa hozir tug'ilsin deb bola o'shani bron qilib qo'ysin. Ana hamma blogerlar xohlasa. Bo'ldi, mana shu meni erim. Mana shu katta bo'lganda meni erim bo'ladi. Hozir bron qildim desin. Menga umuman qizig'i yo'q. Lekin ayollar, grajdanchiklarim o'rnak bo'lsin deb gapiryapman. O'zingizlar kuzatayotgan insoniylar, o'zingizlarni fikringizga to'g'ri kelmaydigan insonlarni kuzatasizlar. O'zingizlarga yoqmaydigan, hayotingizga to'g'ri kelmaydigan insonlarni kuzatasizlar. Bir insonning ruhiyatini bilish uchun o'qiyotgan kitoblariga, ko'rayotgan narsalariga, kuzatayotgan narsalariga va xonasidagi rasmlariga qaranglar, ruhiyatini bilib olasiz, ichki dunyosini. Tashqi al deydi. Sizlarga o'sha blogerlarni qanchasi erini maqtaydi, oilasini maqtaydi, kapeyka. Qizil sochli ham ajrashib ketdi, mana yomonlab chiqdi. Bittasi mana hijobli har kuni yomonlayapti. Mashinasiga bir narsa yopishtirib ketibdi-da, shuni qidiryotgandim-da. Uni ham sizlar taniysizlar, men ham tanimayman uni. Mana tashlashmasa bilmayman. Yana boshqasi nechtasi ajrashib ketdi. Undan oldin maqtirdi. Asli eringlarni primer qilib yurardinglar. Mana buni erini qara. Voy, men bu oilani qara, baxtli. Voy, men bu oila baxtli, kapeyka baxtli. Ekranda erini ko'rsatmadimi? Ersiz degani emas, baxtsiz degani emas. Har kuni erini ko'rsatib, o'ynashini ko'rsatib, mana param tivonman, yo bunaqadir degani baxtliman degani emas, yolg'on. Mashinasi ham yolg'on, uyi ham yolg'on. Ana sotib yuborib o'tiribdi qancha bloger.